Yo'q-yo'q. Vau, haliyam tubmi? Vau, soat 12 bo'libdi. Vau, yomon zerikdim. Davay men Rezoni uyiga borib kelaman. Qani? Bismillah. Oho, bu qorong'uligini qaranglar. Yo'q-yo'q. Hammanglar Rezoni yaxshi tushunsa kerak. Borib kelaylikchi. Tak 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 tak. Tak tak tak. Hoy Renzo chiqay och eshikni yotaverasan uxlab yorim. Oy, jin ursin, nima bo'lyapti? Turay Renzo, senga aytyapman. Qilolman. Iqbol, shu kechasi ham kelsam soat necha bo'ldi? Yo'q-mo'yo, 12 bo'libdi soat. Voy, yo'q-mo'yo. Nimaga kelyapsan kechasi ham? Hozir kiritaman. Ana eshik ochdim, o'zing kira olasanmi? Da, hozir kirib olaman. Tezroq. Hozir. Ochdim, ana bo'ldi, kirar. Sen men bu yerda o'tirib turaman ungacha. Tak, hop, hozir. Ana, eshik yopib qo'yamiz. Okey. Xo'p, Karanchi bilan kelishimdan maqsad nimaligini bilasanmi? Yo'q, bilmayman, nima maqsading? Karanchi o'sha nima demoqchiman sen buni? Kechasi zerikib ketdim. O'sha uchun sayyoraga kelib qoldim. Nima deysan, Renzo? To'g'ri tushunasanmi? Nimadir qilaylik. Kompyutering bormi sani? Kompyuterim bor-da, bilaman, lekin nima qilamiz? Qarang, unda Omoxon degan youtuber bor edi, kecha ko'rib qoldim. Darknet saytidan qanaqadir klon chaqirgan edi. Doim ham chaqirib ko'ramiz, go'mi? Aqling yetadimi sani? Men qo'rqmayman hech narsadan. Dada, men ham qo'rqmayman, aqlim ham yetadi, просто o'zimiz uchun endi xavfli bo'lmasmikan, endi qishloqi nima deysan endi? Yo'q, xavfli emas bu. 100% kafolatlangan. Agar kelsa, ko'ramiz, agar kelmasa, Karanchi bizlarni nimadir qilmoqchi bo'lsa, politsiya chaqiramiz, go'mi? Dada, go. Xo'p, men o'ylab ko'rishim kerak bo'lmasa. Nima, qo'rqyapsanmi? Yo'q, qo'rqmayapman, просто o'ylab ko'rishim kerak-ku baribir ham. Unda qil desiz. Dada, lekin o'ylab ko'rish kerak qishloqi san taklifini ham. Ha, mayli, qilaman, go. Hozir Tak, tezroq qilay, hozir ertalab tushadi. lekin soat 1, voy yomon, soat 12:30 bo'lyapti-da. Qanaqadir ko'nglim tortmayapti. Qabol. Nimaga qilmoqchisan shundan sen qo'rqyapsan dema. Hello, qo'rqoq Karanchi. Bugundan boshlab sen qo'rqoq deyman. Ha, mayli, qilaman, Qabol, mayli, qilaman. Tez qilma, ungacha o'rindiq yo'qmi bu yerda? Menga o'rindiq yo'qmi bu yerda? Ha, mayli, o'tirib tur, shu yerda o'rinda bo'lmasa ham hozir qilaman. Tak, davay qil tez. Tak. Ha, mayli, hozir qilamiz. Qo'rqsanmi, Renzo? Dada, quvonman, faqat ozgina vaqt kerak-ku. Qaysin tanlaymiz endi bu yerdan? Tanlavering, eng zo'rini tanlab, baribir biz qo'rqmaymiz. Va men bunga ishonmayman, kelmasa kerak. Bilmadim, agar kelib qolsa nima qilamiz? Kelib qolsa aytdim, politsiya chaqiramiz deb. Bo'ldi, jitil, men qilib bo'ldim. Yaxshi, davay. Yo, jitil, lekin qara desan, kelib qolsa men qo'rqyapman onasini ham bu kechasi, ya'ni g'alati-da bu unaqa ishlarni qilish. Qo'rqma, uka, paraga qilma, hammasi men nazorat ostida-yu, Tak, bilan olib qo'yishim kerak. Tak, hammasi yaxshi. Sen kimsan? Oy, Zaynab, kim ovozi kechasi apapin yarim tunda onasini emsa, mani kim uyqumu buzishga jur'at etdi? Oldimga keyin bir gapirdim, go'mi? La'nati. La'nati. Yo'q. Nima bo'ldi bu? Jin ursin. Sotuvchi yaralanibdi, o'ldirib ketishibdi. Buni davasavoyapti, apapin telefon qil politsiyaga. Hozir prezidentga telefon qilaman, qarab turlaring. Hozir onasini emsin, kimmishi bu? Yo'q, hozir qilaman. Yo'q, tez hozir tak prezidentga. Qo'y Renzo, tashqarida nimadir yuribdi, ovoz kelyapti.
Kimmas? Qani borib ko'raylikchi. Uyi politsiyami? Da politsiya tezroq kelchi. Hurmatli xonimlar va janoblar, mana bu o'lik topildi va hurmatli mana bu jendal bizani Babirga chaqirdi va nima bo'lganiga aniqlik kiritishimiz lozim. Xo'p, buni kim o'ldirgan bilmaysizmi? Biza Darknet saytidan qotil Klovni chaqirgan edik. Shu bo'lsa kerak. Qanaqa Darknet yana? Oddiy Darknet. Yo'may, jin ursin ishongim kelmayapti. Yo'q, nima bo'lganingizni nima qilamiz? Qotil Klovn. Klovn, seni baribir topamiz. Politsiyachilar uni albatta topib yo'q qiladi. Yo'mayo. Yo'q, yo'q.